Bismillahirrahmanirrahim. Bir kecha kunduzki mingdan ortiq sunnat. Uyqudan uyg'ongandagi sunnatlar. Birinchi, qo'li bilan yuzini siylab uyquning ta'sirini ketkizish. Bunda qilishning mustahab ekanligiga Imom Navaviy va Ibn Hajar buni hadisni naql keltirgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uyqudan uyg'onganda o'ltirib yuzini siylab, yuzidan uyquning ta'sirini ketkizadi. Ikkinchi, duo qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uyqudan uyg'onganda bundoq duo qiladi. Elhamdülillahillazi ahyana ba'dama amatana ve ileyhin nushur. Jami hamd sanolar bizni vafotdan qilgandan keyin tirildirdigan Allohga xosdir. Hamma Alloh tarafga qaytadi. 3. Misvak ishiltish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kechada uyg'onsa, og'zini misvaklaydi. Misvak qilishning hikmati. 1. Tishni yaxshilaydi va jalliq qiladi. 2. Og'zdagi g'ayrifiroqni yo'qotadi. Hojatxonaga kirgan chiqqandagi sunnatlar. 1. Hojatxonaga kirganda sol puti bilan kirish, chiqqanda o'ng puti bilan chiqish. 2. Hojatxonaga kirishdan burun duo qilish. Allohumma inni a'udhu bika minal khubusi val khaba'is. Ey Alloh, sana sığınıp erkek ve şeytanlarning yomonligidan panoh tilayman. 3. Hojatxonadan chiqqanda duo qilish. G'ufranak, mag'firatni tilayman. Bir kishi hojatxonaga bir kecha kunduzda bir necha qatim kiradi. Hojatxonaga kirib chiqqanda doim mush sunnatlarni o'ziga tatbiqlasa, kirganda ikki sunnatni, chiqqanda ikki sunnatni ado qilgan bo'ladi. Tahorat elish jarayonidagi sunnatlar. 1. Bismillah deyish. 2. Tahorat elishdan burun ikki qo'lini 3 qatim yuvish. 3. Yuzini yuvishdan ilgari og'iz burniga suv elish. 4. Burnini so'l qo'li bilan chayqash. Hadisda bundoq kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikki qo'lini 3 qatim yuvdi. Ondan og'zini g'arg'ar qildi va burnini suv elib chayqadi. Ondan yuzini 3 qatim yuvdi. Buxoriy va Muslim to'plagan. 5. Ro'za tutuvchidan boshqa kishilar og'zini g'arg'ar qilganda va burnini suv olganda chekiga yetkizish. Hadisda bundoq kelgan. Agar ro'zador bo'lmasang, og'iz burningga to'liq suv elib, obdan chayqagan. Og'izga suv elishda chekiga yetkizish deganimiz og'izning hamma yerida suvni aralashtirishdir. Burniga suv elishda chekiga yetkizish deganimiz suvni burnining eng yuqori chekiga yetkazishdir. 6. Og'iz burniga suv elishda ikkisining o'rtasini ayirib etmasdan bir uchum suvda elish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam suvga qo'lini soldi va og'iz burnini bir uchum suv bilan 3 qatimdan chayqadi. 7. Og'iz chayqaganda misvak ishiltish. Hadisda bundoq kelgan. Ummatimga qiyinchilik bo'lib qolishdan ansirmagan bo'lsam, ularni har tahoratda misvak ishiltishga buyurgan bo'lardim. Buxoriy va Muslim to'plagan. 8. Saqili quyuq bo'lsa, yuzini yuvganda aralash. Hadisda bundoq kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tahorat olganda saqilini aralaydi. 9. Boshqa masih qilish. Boshqa masih qilishning shakli. Beshining oldi tarafidan boshlab, gardinning oxirigacha yetkizish. Ondan oldi tarafga yana bir qatim qaytadan, ammo vojib bo'lgan masih qilish bo'lsa, qaysi shaklda bo'lmasin, beshining hamma yeriga masih qilishdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam beshiga masih qilganda, qo'lini beshining oldi tarafidan boshlab gardinigacha surtib, ondan gardinidan beshining oldi tarafigacha yondirib keldi. Buxoriy va Muslim to'plagan. 10. Qo'l put barmoqlarini orasini aralash. Hadisda bundoq kelgan. Tahoratni kamil olgin. Barmoqlarning orasini aralagin. 11. O'ng tarafdan boshlash. Ya'ni ikki puti va ikki qo'lini yuvganda avval o'ngdan boshlash. Hadisda bundoq kelgan. Oyoq kiyish va tahorat elishda o'ngdan boshlash Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni xursand qiladi. 12. Yuz, ikki qo'l, ikki bilak va ikki putni yuvganda birdan oshirib 3 qatimgacha yuvish. 13. Tahorat elib bo'lgandan keyin ikki shahodat kalimasini deyish. Ya'ni ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Guvohlik beramanki, Allohdan boshqa hech bir haq iloh yo'qdir. U yeganidir. Uning sheriki yo'qdir. Yana guvohlik beramanki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam u zotning bandasi va elchisidir deyish. Buning foydasi, uni degan kishiga jannatning 8 darvozasining hammasi ochiladi. Bu kishi qaysi eshikdan kirishni xohlasa, shuningdan kiradi. Muslim to'plagan. 14. Tahoratni uyida elish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan.
Kimki uyida tahorat elib, masjidga farz namozlarni o'qib borsa, uning bosgan qadamlarining biri xatolikni o'chirsa, yana biri uning darajasini ko'taradi. Muslim to'plagan. 15. Siylash, ya'ni a'zolarni qo'li bilan siylab yuyish. 16. Suvni tejab ishlatish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir mut suv bilan tahorat oladi. Buxoriy va Muslim to'plagan. 17. 4 a'zoni 2 fut va 2 qo'lni farz bo'lgan o'rindan o'tkazib yuyish. Abu Hurayra radhiyallohu anhu tahorat elib, qo'llarini jaynikidan o'tkazib yuydi. Ondan putlarini pochga qadar yuvib bo'lib, men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mushundoq tahorat olganligini ko'rgan dedi. 18. Tahorat olgandan keyin 2 rakat namoz o'qish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki menga o'xshash tahorat elib, ko'ngliga bir narsani keltirmay 2 rakat namoz o'qiydi ekan, uning ilgarigi gunohlari kechirim qilinadi. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhudan naql qilingan yana bir hadisda uningga jannat vojib bo'ldi deyilgan. Muslim to'plagan. 19. Tahoratni kamil elish. Yuyiladigan har bir a'zoni to'liq, mukammal va tafsiliy yuyish demakdir. Musulmon kishi bir kecha kunduzda bir qancha qatim tahorat oladi. Ba'zilar 5 qatim tahorat olsa, yana ba'zilar chashgoh namozi, kechilik qiyom va istixor namozi uchun uningdan ko'proq tahorat oladi. Agar shularning hammasi tahorat elishdagi sunnatlarni tatbiqlasa va takrorlasa, bu katta ajrni qo'lga keltiradi. Tahorat olganda yuqorqi sunnatlarni tatbiqlashning foydasi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tuvandagi hadisi bizga u foydalarni bayon qilib beradi. Kimki tahoratni kamil olsa, uning xatoliklari butun badanidan, hatto tirnoqlarining ostidan chiqib ketadi. Misvaq qilish. Musulmon kishining bir kecha kunduzda misvaq ishlatadigan bir qancha vaqti bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Agar ummatimga qiyinchilik bo'lib qolishdan ansirmagan bo'lsam, ularni har namozda misvaq ishlatishga buyurdim. Buxoriy va Muslim to'plagan. Musulmon kishining bir kecha kunduzda 20 qatimdan ortiq misvaq ishlatadigan vaqti bo'lib, 5 vaqt namozda, ta'riflangan sunnatlarda, chashgoh namozida, vitr namozida va uyga kirganda misvaq ishlatadi. Sahih Muslimda Aisha radhiyallohu anhadan naql qilinganidek, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uyga kirganda tunji qiladigan ishi misvaq qilish edi. Sunnatga uyg'unlash uchun Aisha radhiyallohu anhaning uyga kirganda tunji qiladigan ishi misvaq ishlatish edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'on o'qiganda, ig'iz quruqi o'zgarib qolganda, uyqudan uyg'onganda va tahorat olganda misvaq ishlatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Misvaq ig'izni poklaydi, Allohni rozi qiladi. Ahmad va Nasoiy to'plagan. Albani va Shuayb Arnaut sahih degan. Bu sunnatni tatbiqlashning foydalari. Birinchi, Alloh subhanahu va taolo shu bandadan rozi bo'ladi. Ikkinchi, ig'izni poklaydi. Oyoq kiyishdagi sunnatlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sizlarning biringlar oyoq kiyganda avval o'ng putuq kiysin, salganda so'l putukini avval solsin. Oyoq kiysa ikkili putuq kiysin. Bo'lmasa bir pay oyoq bilan yurgandan ko'ra ikkili putuq oyoq kiymay yalon oyoq yursin. Bu sunnat musulmonlarning kecha kunduzlik faoliyatlarida ko'p takrorlanadi. Masalan, uy, masjid va munchiga, hojatxonaga kirib chiqish hamda sirtlarda xizmatga berib kelish jarayonida oyoqni kiyib silish ko'p takrorlanadi. Musulmon kishi oyoqni kiyib silishda sunnatni ado qilishni niyat qilsa, katta yaxshilikka erishadi. Uning jim turishi yoki ish harakatining hammasi sunnatning ustida bo'lgan bo'ladi. Kiyim kiyishdagi sunnatlar. Ko'plagan kishilar yuyinish, uxlash yoki boshqa ishlar uchun bir kecha kunduzda bir qancha qatim kiyim kiyish va silishga ehtiyojli bo'ladi. Birinchi, kiyim kiyish va silishning sunnatlari. Kiyim kiyganda yoki solganda bismillah deyish. Imom Navaviy mundaq degan: Hamma ishlarda bismillah deyish mustahabdir. Ikkinchi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biror kiyim ko'ynak, to'n yoki salla kiyganda Allohumma lakal hamdu anta kasbaytani as'aluka min khayrihi va khayri ma suni'a lah va a'udhu bika min sharrihi va sharri ma suni'a lah. Ey Alloh, sana cheksiz hamd sanolar bo'lsinki, bu kiyimni menga sen kiydirding. Sendan uning yaxshiligini va uni yaxshi ishlarga ishlatishni tilayman. Sana sig'inib, uning yomonligidan va uni yomon ishlarga ishlatishdan panoh tilayman deb duo qilibdi. Uchinchi, kiyimini o'ng tarafdan boshlab kiyish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kiyim kiyganda o'ng tarafdan boshlab kiyinglar. To'rtinchi, ishdan va shuningga o'xshash har qanday kiyimni so'l tarafdan boshlab selish. Uyga kirib chiqishdagi sunnatlar. Imom Navaviy rahimahulloh mundaq degan: Bismillah deyish, Allohni ko'p zikr qilish va salom qilish mustahabdir.
Birinci, uyga kirganda Allohni zikr qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda mundoq degan: agar bir kishi uyga kirganda va tomoq yeganda bismillah desa, shayton hamrohlariga sizlarga bu yerda qo'nalg'i joymi, kechki tomoqmi yo'q bo'ldi deydi. Muslim to'plagan. Ikkinchi, uyga kirganda duo qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uyga kirganda Allohumma inni as'aluka khayral mawliji va khayral makhraji. Bismillahi valajna va bismillahi kharajna va alallohi robbina tavakkalna. Ey Allah, kirdigan o'rinning yaxshiligini va chiqadigan o'rinning yaxshiligini tilayman. Allohning ismi bilan kirdik, Allohning ismi bilan chiqamiz. Ey Rabbimiz, Allah sana tavakkul qildik deydi. Ondan oilasilarga salom beradi. Abu Davud to'plagan Albani sahih degan. Musulmon kishi uyga kirganda va chiqqanda Allohga tavakkul qilishni his qiladi-da, doim Allohga bog'lanib turadi. 3. Misvak ishiltish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uyga kirganki tunji ishi misvak ishiltish edi. 4. Salom qilish. Alloh taolo mundoq deydi: "Fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah." Sizlar uylarga kirgan chog'inglarda o'zinglarga, ya'ni uydagi kishilarga Alloh belgilagan muborak pak salomni beringlar. Ya'ni assalomu alaykum denglar. Agar biz bir musulmon kishining masjidda farz namozini ado qilib bo'lgandan keyin uyga kirishni farz qilib qolsak, albatta u bir kechkundagi uyga kirishida yuqori sifatlarni jami 20 qatim ado qilgan bo'ladi. Kimki uydan chiqqanda bismillahi tavakkaltu alalloh va la havla va la quvvata illa billah. Allohning ismi bilan chiqaman. Allohga tavakkul qildim. Kuch-quvvat faqat Allohga xosdir desa, u kishiga kifoya qilinding, yomonlikdan saqlanding, hidoyat qilinding va sendan shayton yiroq bo'ldi deyiladi. Tirmiziy va Abu Davud to'plagan. Albani sahih degan. Musulmon kishi bir kecha kunduzda uydan bir qancha qatim chiqadi. Masalan, masjidda namoz o'qish, xizmat qilish va uy ishlarini bajarish va kazalar. Uydan chiqqanda bu sunnatlarni tatbiq qilsa, katta yaxshilik va buyuk ajrga erishadi. Uydan chiqqanda bu sunnatlarni tatbiqlashning foydalari. Birinchi, bu sunnatlar bandining dunyo va oxiratlik g'amlariga kifoya qiladi. Ikkinchi, jin bo'lsin yoki inson bo'lsin, butkul yomonlik va barliq o'tkiriladigan ishlardan saqlana oladi. Uchinchi, banda hidoyatga erishadi. Hidoyat ozg'unlikning qarshisida bo'lib, Alloh taolo bu orqali dunyo va oxiratlik ishlaringizning hammasida sizni to'g'rilikka yetaklaydi. Masjidga berish jarayonidagi sunnatlar. Birinchi, masjidga burun berish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: agar kishilar azonning va avvalgi safda namoz o'qishning savobini bilsa edi, uningga erishish uchun chek tashlashga to'g'ri kelgandimi, uni qo'lga keltirish uchun albatta chek tashlashgan bo'ladi. Agar ular namozga qoldirishning savobini bilsa edi, namozga cho'qim qoldirib keladi. Agar ular dan va bomdod namozini jamoat bilan o'qiganning savobini bilsa edi, ular o'milab bo'lsa-mu kelgan bo'ladi. Buxoriy va Muslim to'plagan. Ikkinchi, masjidga manganda o'qiladigan duo. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. Ey Allah, qalbimda nurni qilgin, tilimda nurni qilgin, quloqimda nurni qilgin, ko'zimda nurni qilgin, orqamda nurni qilgin, oldimda nurni qilgin, ustimda nurni qilgin, ostimda nurni qilgin. Ey Allah, bana nur ato qilgin. Muslim to'plagan. 3. Eg'ir besiq va tamkinlik bilan minish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: sizlar takbirni anglasanglar, namozga eg'ir besiq va tamkinlik bilan mininglar. Eg'ir besiqlik harakatlarda salmoq bo'lish, behuda ishlardan saqlanish demakdir. Tamkinlik pastga qarash, ovozni tuvan qilish, u yoq bu yoqqa qaramaslik demakdir. 4. Masjidga piyoda minib berish. Fiqhshunos olimlar masjidga ko'p qadam elib berishning fazilatini bildiradigan shar'iy dalillarga asoslanib, masjidga qadamlarni kichik elib oldirmay minishning sunnat ekanligini ochiq bayon qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Men sizlarga bir ishni ko'rsatib qo'yaymi? Alloh taolo uni qiluvchilarning xatoliklarini o'chirib, darajasini yuqori ko'taradi" dedi. Sahobalar "Bo'ladi ey Rasululloh" deganda, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu ishlarning qatorida masjidga ko'p qadam elib berishni tilga oldi. 5. Masjidga kirganda Allohumma iftahli abwaba rahmatik. Ey Allah, menga rahmatingning darvozasini ochib bergin degan duoni o'qish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: masjidga kirganda Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallam, ya'ni bismillahi va salatu va salamu ala rasulillah
Ne okunlar? Ve Allahümme ftahli ebvabe rahmetik. Ey Allah, bana rahmetinin darvazını açıp bergen danlar. Nesai, İbn Mace, İbn Huzeyme, İbn İbban toplagan. Albani sahih degan. 6. Masjidga kirganda o'ng puti bilan kirish. Anas radhiyallohu anhu mundaq degan. Sening masjidga kirganda o'ng put bilan kirishing, chiqqanda so'l put bilan chiqishing sunnatning jumlasidandir. 7. Avvalgi safga aldirash. Agar kishilar azonning va avvalgi safda namoz o'qishning savobini bilsa edi, uningga erishish uchun chek tashlashga to'g'ri kelgandimi, albatta chek tashlashgan bo'ladi. Buxoriy va Muslim to'plagan. 8. Masjiddan chiqqanda duo o'qish. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biringlar masjiddan chiqqanda Allohumma inni as'aluka min fadlik. Ey Allah, fazl rahmetingdan so'rayman desin degan. 9. Masjiddan so'l quti bilan chiqish. Anas radhiyallohu anhuning bu vaqtdagi so'zi yuqorida bayon qilindi. 10. Tahiyyatul masjid namozi o'qish. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundoq degan. Sizlarning qaysi biringlar masjidga kirsa 2 rakat namoz o'qimasdan o'ltirmasin. Buxoriy va Muslim to'plagan. İmam Şafii bundoq degan. Tahiyyatul masjid namozi o'qish, namoz o'qish cheklangan vaqtlardan durustdir. Hafiz ibn Hajar mundoq degan. Fatvo berguvchi olimlar tahiyyatul masjid namozining sunnat ekanligiga birlikka kelgan. Musulmon kishi 5 vaqt namoz o'qish uchun masjidga berib, har vaqt namozda yuqori sunnatlarni tatbiqlashga yetsin bo'lsa, demak, bir kundan yuqori sunnatlarni jami 50 qatim ado qilgan bo'ladi. Azonning sunnatlari. Xuddi Ibn Qayyim rahimahulloh Zadul Ma'ad nomli kitobida bayon qilgandek, azonning sunnatlari 5 tur. Birinchi, azonni anglag'uchi xuddi muazzin deganga o'xshash deyishi. Lekin hayya alas sola, hayya alal falah deganda la havla va la quvvata illa billah deyish kerak. Bu sunnatni tatbiqlashning foydasi. Sahih Muslimdagi hadisda bayon qilingandek, bu sunnat sizga jannatni vojib qiladi. Ikkinchi, azonni anglag'uchi mundaq deydi. Va ana ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah va anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Raditu billahi rabba ve bi Muhammeden rasula ve bil İslam dine. Vahk berimenki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Bunun şiriki yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bendisi ve elçisidir. Allah'ın Rabbim ikenligiga, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah'ın peygamberi ikenligiga, İslam'ın dini ikenligiga razı buldum. Bu sünnetin tatbiqlashning foydasi. Hadis kelgandek u kishining gunohlari mag'firat qilinadi. 3. Muazzinga ijobat qilgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud yo'llash. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yo'llangan eng mukammal durud as-salatul ibrohimiyya bo'lib, buningdan mukammal durud yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buning so'zi buningga dalildir. Azonni anglagan chog'inglarda muazzin nima desa, shuni danglar. Ondan menga durud aytinglar. Kimki menga bir durud aytsa, shu sababli Alloh taolo uningga 10 rahmat ato qiladi. Muslim to'plagan. Bu sunnatni tatbiqlashning foydasi Alloh taolo bandalarga 10 qatim rahmat yo'llaydi. Alloh taoloning bandasiga rahmat yo'llashi Alloh taoloning u kishini farishtalarida maqtashidir. As-salatul ibrohimiyya degan Allohumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammadin kama sallayta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin va ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim va ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ey Allah, İbrahim aleyhisselamga ve onun aile tavabatlarına rahmet kılgandek, Muhammed aleyhisselamga ve onun aile tavabatlarına rahmet kılgan. Sen hakikaten muhtaç layık ve ulug' mertebelik zattursan. Ey Allah, İbrahim aleyhisselamga ve onun aile tavabatlarına bereket kılganındek, Muhammed aleyhisselamga ve onun aile tavabatlarına bereket kılgan. Sen hakikaten muhtaç layık ve ulug' mertebelik zattursan. Buxoriy to'plagan. 4. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e durud yo'llab bo'lgandan keyin Allohumma rabbi hazihi at-da'wati at-tamma was-salatul qa'imah ati Muhammadin al-vasilata wal-fadila ve ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta. Bu ulug' chaqiriqning va oziq namozning Rabbi Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga yaqinlik va fazilat ado qilgan. Uni o'zing va'd qilgan maqomi mahmud, ya'ni qiyomat kunidagi shafaat martabasiga erishtirgan deyish. Bu duani o'qishning foydasi. Kimki bu duani o'qisa, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shafaatiga erishadi. 5. Buningdan keyin Allohning fazl marhamatidan so'rab, o'zi uchun duo qilsa, duosi ijobat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan:
Sen muazzin degenge o'xshash degin. Azan tutgandan keyin Allohdan nimani so'rasang shuni beradi. Demak, musulmon kishi azan anglaganda tadbiqlashga yarasman bo'lishga tegishli jami 25 sunnat bor. Takbir tushirishlik sunnatlar. Ilmiy tadqiqot va fatvo berish doimiy komitetining fatvosi asosan namozga takbir aytilgandimi yuqorida bayon qilgan sunnatlarning avvalgi to'rtiga amal qilinadi. Har bir namoz uchun takbir aytilganda yuqori sunnatlarga amal qilinsa, 5 vaqt namozda jami 20 sunnat ado qilgan bo'ladi. Allohning buyrug'ini to'liq ijro qilish orqali savobga erishish uchun azon va takbirda tövandagi ishlarga rioya qilish mustahab bo'ladi. Birinchi, azon va takbir o'qiganda qiblaga yuz keltirish. Ikkinchi, o'r turgan holatda o'qish. Uchinchi, azonni tahorat bilan o'qish sunnatdir. Ammo takbir tushirganda tahoratning bo'lishi shartdir. Shundaqdimi tahoratim bor deb gumon qilib, takbir tushirgan bo'lsa durust bo'ladi. To'rtinchi, azon bilan takbir aralığında, bo'libmi takbir bilan namozning aralığında so'zlamaslik. Beshinchi, takbir aytayotganda muqim bir joyda turish. Oltinchi, azon aytganda har bir bo'lakdagi Alloh degan lafzning alif bilan asini ochiq aytish. Takbir aytganda har bir bo'lakni tez va arqmariq o'qish. 7. Azan aytganda ikki barmoqni ikki qo'lning ichiga tiqish. 8. Azan aytganda takbir tushirganga qaraganda ovozni sal suzish va ko'tarish. 9. Hadislarda azan bilan takbir aralığındagi muddat haqida 2 rakat namoz o'qigudek yoki sajda qilgudek vaqt va yoki tasbih aytish yoki o'ltirish yoki so'zlash yetarlik deb qilingan. Sham namozda azan bilan takbir aralığındagi muddatga bir ting'udek vaqt kifoya qiladi deb qilingan. 10. Hadislarda kelganidek bomdod namozining azani bilan takbir aralığında so'zlash makruhdir. Ba'zi fiqhshunos olimlar ularning orasini bir qadam elish bilan ayirish kifoya qiladi degan. Bu vaqtda yo'l keng bo'lganligi uchun qaysi xil yo'l orqali ayirsa durustdir. 11. Mayli ma'lum bir ishni e'lon qilish azan bo'lsin yoki namozning azani bo'lsin, azan anglag'uchi azan avvalini shunga o'xshab takrorlaydi. Takbir tushirganda ham shundoq. Lekin takbir tushirgandagi qad qomatis solani anglaganda la havla va la quvvata illa billah deydi. Namoz o'qiganda oldin sutur qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Biringlar suturga qarab namoz o'qimoqchi bo'lsa, uningga yaqin tursin. Suturi bilan o'zining orasida bir odamning o'tishiga yo'l qo'ymasin. Biror odamning o'tishiga yo'l qo'ymasin. Mayli masjidda yoki uyda bo'lsin, mayli er yoki ayolning namozi bo'lsin, namoz o'qiganda sutur qilib o'qishi sunnat bo'lib, ba'zi musulmonlar bu sunnatdan o'zini mahrum qilib qo'ydi. Biz sutur qilmay namoz o'qiganlarni ko'p uchirtamiz. Agar musulmon kishi bu sunnatni ravatib sunnatlar, shashka, tahiyyatul masjid va vitr namozlarida ato qilsa, demak bir kecha kunduzda bir qancha qitim takrorlaydi. Shundaqla ayol kishimi ham uyda yolg'iz namoz o'qiganda va farz namozda takrorlaydi. Ammo jamoat namozida imom jamoatga nisbatan sutur bo'ladi. Sutur qilish to'g'risidagi masalalar. Namoz o'qishning qibla tarafga tiklangan tom, tuyruq va osiga o'xshash har qanday narsa bilan sutur hosil bo'ladi. Suturning kengligi haqida o'lcham yoki belgilama yo'q. Ammo suturning egizligi egarning tutisidan egiz, ya'ni taxminan 1 g'ishdan egiz bo'lsa bo'ladi. Ikki futi bilan suturning oraliqi taxminan 3 gaz bo'ladi. Ya'ni sutura u kishi sajda qilish imkoniyati bo'lgandek yiroqlikda bo'ladi. Bir kishi jamoat bilan namoz o'qigan bo'lsin yoki yolg'iz namoz o'qigan bo'lsin, farz namoz o'qigan bo'lsin yoki sunnat namoz o'qigan bo'lsin, oldiga sutura qo'yiladi. Imomning suturasi jamoatga sutura bo'ladi. Shunga jamoat bo'lib o'qigan namozda bir kishining biror hojat sababidan jamoatning oldidan o'tishi durust. Bu sunnatni tatbiqlashning foydalari. Birinchi, namoz o'qiyotgan kishining oldidan o'tkichi namozning savobini kamaytiradigan biri bo'lsin yoki namozni buzadigan biri bo'lsin, sutura namozning buzilishidan saqlaydi. Ayol kishi, eshak yoki qora it qatorliqlar namozni o'quvchining oldidan o'tishi bilan namoz buziladi. Ikkinchi, sutura namozxonni boshqalarga va oldidan o'tib ketishlarga qarashni to'sadi. Chunki sutura egisi ko'pincha ahvolda suturning ostiga qaraydi-da, uning asyari namoz ishida bo'ladi. Uchinchi, namoz o'quvchi boshqalarning o'tishi uchun sutur qo'yib, suturning keynidan o'rin qo'yib qo'yganlikdan o'tilgan kishimi uning oldidan o'tishga majbur bo'lmaydi. Bir kecha kunduzda ado qilinadigan nafl namozlar. Birinchi, ravatib sunnatlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Har qanday bir musulmon banda har kuni Alloh taolo uchun farz namozdan boshqa 12 rakat nafl sunnat namoz o'qisa, Alloh jannatda uning uchun bir uy silib beradi. Yoki jannatda uning uchun bir uy bino qiladi. Ravatib sunnatlar. Peshindan ilgari 4 rakat, peshindan keyingi 2 rakat, shamdan keyingi 2 rakat, tundan keyingi 2 rakat, bomdoddan ilgari 2 rakat.
Qadirli qarinishim, cennetdə bir uyunuz bo'lishga qiziqsanız, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmnin bu nəsihətiga məhkəm yapışın və fərz namazlardan sırf 12 rəkat namaz oxuşqa əhmiyyət verin. Çaşgah namazı. Çaşgah namazı 360 sadiqaga barabardır. Çünki insan cismida 360 parça so'ngak bor bo'lib, badandagi bu ne'matning shukronasini ado qilaman desa, bir kunda har bir parcha so'ngak uchun birdan sadiqa qilish lozim bo'ladi. Buning hammasiga 2 rakat çaşgah namazı kifoya qiladi. Çaşgah namazı o'qishning foydalari. Abu Zar radhiyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Har saharda bir bo'g'monlarga qarata ado qilish tegishli sadiqa bordir. Har bir tasbih subhanalloh sadiqa, yaxshilikqa buyurish sadiqa, yomonlikdan to'shishmo sadiqadir. Çaşgah vaqtida 2 rakat namoz o'qish huquqlarning hammasi kifoya qiladi." Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq naql qilinadi: "Do'stim Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam menga har oyda 3 kun ro'za tutish, har kuni 2 rakat çaşgah namoz o'qish va uxlashdan ilgari vitr namoz o'qishdan iborat 3 ishni vasiyat qildi." Çaşgah namozining vaqti: Quyosh ko'tarilib 15 minutdan keyin boshlanib, toki peshin namoziga 15 minut qolg'ich bo'lgan vaqt ichida bo'ladi. Çaşgah namozining eng afzal vaqti: Quyosh nihoyat qizdigan vaqtdir. Çaşgah namozining rakat soni: eng az bo'lganda 2 rakat, ko'p bo'lganda 8 rakat. Yana ba'zi olimlar yuqorisiga chek yo'q degan. Ikkinchi, asr namozining sunnati. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Asr namozining farzdan ilgari 4 rakat namoz o'qigan kishiga Alloh rahmat qilsin." Abu Davud va Nasoiy to'plagan. Uchinchi, sham namozining sunnati. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sham namozining farzdan ilgari namoz o'qinglar deb 3-chi qatimda xohlagan kishi o'qisin degan. Buxoriy to'plagan. 4-chi, xuftan namozining sunnati. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har ikki azonning, ya'ni azon bilan takbirning orasida namoz bor. Har ikki azonning orasida namoz bor. Har ikki azonning orasida namoz bor deb 3-chi qatimda xohlagan kishi o'qisin dedi. Buxoriy va Muslim to'plagan. İmam Navaviy rahimahullah yuqorida aytilgan 2 azon bo'lsa, azon bilan takbirni ko'rsatdi degan. Kechida qiyam turishning sunnatlari. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Ramazon ro'zasidan qolsa, eng afzal ro'za Muharram oyining ro'zasidir. Farz namozdan qolsa, eng afzal namoz kechilik namozdir." Muslim to'plagan. Birinchi, kechilik namozning eng afzali qiyomda uzun turib o'qilgan 11 rakat yoki 10 rakat namozdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kechilik namozi 11 rakat edi. Yana bir naqlida kechida 13 rakat namoz o'qiydi deyilgan. Buxoriy to'plagan. Ikkinchi, kechilik namozga turganda misvak ishiltish va Ali Imron surasining oxir oyatini o'qish. Ya'ni inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilafil layli wan nahari laayatin li ulil albab. Shubhasizki, osmonlarning va zaminning yaratılishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egillari uchun albatta ro'shan dalillar bor. degan oyatdan boshlab toki sura Ali Imron tugaguncha o'qish. 3. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qilgan duolaridan duo qilish. Allohumma lakal hamdu anta qayyimus samawati val ardi va man fihinna va lakal hamdu anta nurus samawati val ardi va man fihinna va lakal hamdu anta mulkus samawati val ardi va lakal hamdu antal haqq va wa'dukal haqq va liqa'uka haqq va qawlukal haqq val jannatu haqqun van naru haqqun ven nebiyyunel haqq. Ey Allah, cimi hamdü sanalar sana xasdır. Sen bolsan asman, zemin ve o ikkisideki barlıq mahlukların idare kılıp tuttursan. Ey Allah, cimi hamdü sanalar sana xasdır. Sen bolsan asman, zemin ve o ikkisideki barlıq mahlukatlarının nurudursan. Ey Allah, cimi hamdü sanalar sana xasdır. Sen bolsan asman ve zeminin padişahıdırsan. Ey Allah, cimi hamdü sanalar sana xasdır. Sen hakikat haqdırsan, va'dan haqdır. Kıyamette sana uçuruşuş haqdır. Sözün haqdır. Cennet haqdır. Dozaq haqdır. Ve barlıq peygamberlerin haqdır. Buxoriy ve Muslim to'plagan. 4. Namazını ahirgacha ruhsiz o'qish uchun kechilik namozini yengil 2 rakat bilan boshlash ham sunnatdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu vaqtda mundaq degan: Sizlarning biringlar kechida namoz o'qish uchun tursa, 2 rakat yengil namoz bilan boshlasin. Muslim to'plagan. 5. Kechilik namozini Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qilgan duo bilan boshlash. Allohumma Rabbi Jibril va Mikail va Israfil, fatir as-samawati val ard, alim al-g'ayb va ash-shahadati anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi iznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ey Allah, ey Jibril, Mikail va Israfilning Rabbi, osmon zaminlarni yaratquchi, yo'shirun va oshkorni bilib turg'uchi Allah.
Sen bendilerinin arasında ular ixtilaf qilishgan narsalar ustida hukm chiqarsan. Ey Allah, öz iradang bo'yicha meni ular ixtilaf qilishgan narsada haq hidoyat qilgin. Sen xohlagan kishini to'g'ri yo'lga yetaklaysan. Muslim to'plagan. 6. Kechilik namozni uzun o'qish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qaysi namoz eng afzal deb so'ralgan edi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiyomi uzun bo'lgan, o'ri turib uzun qiroat qilingan namoz deb javob berdi. Muslim to'plagan. 7. Azab oyatini o'qiganda Allohning azobidan panoh tilash. Ya'ni a'udhu billahi min azabillah. Allohga sig'inib Allohning azobidan panoh tilayman degan duoni o'qish. Rahmat oyatini o'qiganda Allohning rahmatini so'rab, Allohumma inni as'aluka min fadlik. Ey Allah, fazl rahmatingdan so'rayman degan duoni o'qish. Allohni paklash oyatlari o'qilganda Allohga tasbih aytish. Vitr namozining sunnatlari. 1. 3 rakat vitr namozi o'qigan kishining 1 rakatda sura Fatihadan keyin sura A'loni, 2 rakatda sura Kafirunni, 3 rakatda sura Ixlosni o'qishi sunnatdir. Abu Davud, Tirmizi va Ibn Majah to'plagan. 2. Vitr namozidan salom berganda Subhanal Malikul Quddus ne 3 qatim deyish. Darqutni naql qilgan hadisda 3-chi qatimda Rabbul Malaikati va Ruh ne ullik deb ovozni so'zlaganligi aytilgan bo'lib, bu hadisni Arnaut sahih degan. Buningdan boshqa Abu Davud va Nasoiy mushunga o'xshash hadisni naql qilgan. Bomdod namozining sunnatlari. Bomdod namozining o'ziga xos sunnatlari bor. 1. Yengil o'qish. Oysha radhiyallohu anha mundaq degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bomdod namozining azon takbirining orliqida yengil 2 rakat namoz o'qiydi. Buxoriy va Muslim to'plagan. 2. Bomdodning 2 rakat sunnatida o'qiladigan suralar. Bir naqlda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bomdodning sunnatining oldingi rakatida sura Baqaraning Qulu amanna billahi va ma unzila ilayna aytinglarki, Allohga va bizga nozil qilingan vahiyga iymon keltirdik degan oyatini o'qiydi deyilgan. Yana bir naqlida oldingi rakatida sura Al-Imronning amanna billahi va shahad bi anna muslimun Allohga iymon etdik, guvoh bo'lganki biz payg'ambarlikka bo'ysunuvchilarmiz degan oyatini o'qiydi. Keyingi rakatida sura Al-Imronning Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana va baynakum. Ey ahli kitob, hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylik degan oyatni o'qiyli deyilgan. Muslim to'plagan. Muslim naql qilgan yana bir hadisda 1 rakatda sura Kafirunni, 2 rakatda sura Ixlosni o'qiganligi bayon qilingan. 2. Yenicha aytish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bomdodning 2 rakat sunnatini o'qib bo'lgandan keyin o'ng yenni besib yotadi. Siz uyingizda bomdodning 2 rakat sunnatini o'qigandan keyin bir qancha minut bo'lsa-mu o'ng yeningizni besib tirishib bir sunnatga amal qiling. Bomdod namozidan keyin o'ltirish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozni o'qib bo'lgandan keyin shu joyda toki kun chiqquncha o'tiradi. Muslim to'plagan. Namoz kalimalaridagi sunnatlar. 1. Boshlash duosi. Boshlash duosi namozni boshlash takbirdan keyin o'qiladi. Subhanaka Allohumma va bihamdik va tabaraka ismuk va ta'ala jadduk va la ilaha g'ayruk. Ey Allah, sana emriyish bilan seni paklab e'tiqod qilaman. Isming muborakdir, ulug'liging hammadan buyukdir. Sendan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Yana bir duo bo'lsa, Allohumma ba'id bayni va bayna xataayaya va kama ba'adta baynal mashriq val maghrib. Allohumma naqqini min xataayay kama yunqi thawbul abyad min ad-danas. Allohumma ighsilni min xataayay bis-silji val ma'i val barad. Namoz boshlash haqida kelgan bu duolarning birini tanlab o'qishimiz bo'ladi. 2. Qiroatdan ilgari panoh so'rash, ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim deyish. 3. Allohning ismi bilan boshlash, ya'ni bismillahirrohmanirrohim deyish. 4. Sura Fatihadan keyin amin deyish. 5. Yolg'iz namoz o'quvchi bomdod, juma, shom, 4 rakatlik namozlar va boshqa nafil namozlarning avvalgi 2 rakatida sura Fatihadan keyin bir surani qo'shib o'qiydi. Ammo imomga iqtido qilgan jamoat maxfiy qiroat qilgan namozlarda sura qo'shib o'qiydi. Oshkora qiroat qilgan namozlarda o'qimaydi. 6. Rukudan turganda Rabbana va lakal hamd. Ey Rabbimiz, jami hamdu sana faqat sana xosdir deyish. yoki Rabbana lakal hamdu mil'us samawati val ard va mil'u ma shi'ta min shay'in ba ahlas sana'i val majd ahaqqu ma qala al 'abd
ve kulluna lekel abdun. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddu. Ey Rabbimiz, sana asman zimini toldurup etkidek, ondan başka yana sen xalığın erkanlıq nersini toldurup etkidek emdiler bolsun. Sen cimi emdi sanalarının ve ululuğunun icisisin. Hemmimiz senin bendandurmiz. Bendinin deyiş layık bulgan söz, ey Allah, sen bergen nersige hiç kim toskulluk kılalmaydı. Sen bermegen nersine hiç kim berelmeydi. Senin aldığında baylarının baylık esatmaydı deyiş. Müslüm toplagan. 7. Ruku ve secdenin tesbihlerini bir katımda artık deyiş. 8. İki secdenin aralıkında Rabbi gfirli deyen kelimini bir katımdan artık deyiş. 9. Ahirki teşahhütten keyin bu duanı okuş. Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehennem ve min azabil kabr ve min fitnetil mehya vel memat ve min fitnetil mesihid deccal. Ey Allah, sana sığınıp dozak azabından, kabir azabından, hayat mematının fitnesinden ve kazzap deccalının fitnesinden panah dileymen. Namaz okusunun secdede tesbihlerle çekilip kalmay, kalgan duanı kılışı mustahab. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. Bendinin öz Rabbiga eng yaqin bo'lgan vaqti secdedagi vaqtidir. Şuna secdede duanı köp kılınlar. Bunundan sırt yana başka dualarım var bulup, bu dualarını bilmekçi bolsanız, Qahtani'nin Hüsnül Muslim deyen kitabı müracaat kılın. Başlaş duası ve teşahhüdden keyinki dualardan başka namazın kelimelerdeki sünnetlerinin ölmesi her bir rekette tekrarlandı. Demek her bir rekette tekrarlanan sünnetler cemi 8 bolsa, ondaqda o 7 reket farz namazlarının kelimelerdeki sünnetlerinin umumi sani 136 sünnet buludu. Nafil namazlar cemi 25 reket bulup, bir keç gündüzde ada kılınan nafil namazlar boyunca hesaplaganda 200 sünnet buludu. Bu sünnetlerini teheccüd ve teşkil namazları tatbiklanında ecir mükafatı sünnetlerinin tatbiklanışı bırakıp çıkımı köpüydü. Ama namaz kelimeleri içinde fakat bir kıtımını tekrarlanan sünnetler bolsa, başlaş duası, teşahhüdden keyinki duaları. Bu iki sünnet farz namazlarda cemi 10 kıtım ada kılındı. Bundan başka bir keç gündüzde ada kılınan nafil namazlarda bu iki sünnet tekrarlanıp cemi 24 sünnet buludu. Bazı keçilik qiyam, çaşgah namazı ve tahiyyatul mescid namazı qatarlıq nafil namazlar sebeplik fakat bir qatımlı tekrarlanan bu sünnetlerinin tatbiqlanışı eşik verip sünnetke istilgalı sebebden ecir teximi ziyade buludu. Bismillahirrahmanirrahim. Bir keç gündüzdeki sünnet. Namazdan hareketlerideki sünnetler. 1. Namazını başlaş tekbir bilen tang kolunu götürüş. 2. Ruku kılgan çağda kol götürüş. Yani rafiyat kılış. 3. Rukudan 5'ini götürgen çağda kol götürüş. 4. İki teşehhüdlük namazlarda namazın 3. rekatı turganda kol götürüş. 5. Yukarıda söylengen boyunca kolunu götürgen ve düşürgende parmaklarını cüpleş. 6. Alqanның içine kıble qarapqan halatda barmaqlarını sozuş. 7. Barmaqlarını iki möhrünün barabarda yoki iki quloqning yumshuqqiga ko'tarish. 8. Qiyamda turganda o'ng qo'lini sol qo'lining yoki sol beg'ishining ustiga qo'yish. 9. Sajda qilingan o'ringa qarash. 10. Qiyamda turganda ikki putning orasini ozg'ina ochib, ya'ni kelib turish. 11. Qur'on Karimni oldirmay, dona ochiq o'qish va oyatlar ustida tafakkur qilgach qiroat qilish. Rukudagi sunnatlar. 1. Rukuda qo'l barmoqlari ochilgan holatda ikki tizini qo'li bilan ching tutish. 2. Rukuda dumbusni tuz qilib so'zilgan holatda ingishish. 3. Namoz o'quvchi beshi bilan dumbusning egizligini barobar qilish. Tuvan qilib olmaslik yoki ustun ko'tarib olmaslik. 4. Ikki bilkini biqiniga chapib olmaslik. Sajdadagi sunnatlar. 1. Ikki ustun bilakni biqiniga chapib olmaslik. 2. Qo'rsqini yo'tisiga chapib olmaslik. 3. Ikki orqa yotini putuning bo'ljin go'shidan yiroq qilish. 4.
Secdede iki dizini jüplanmaslık. 5. İki putunu tik tutuş. 6. İki putunun barmaklarını uçunu yerge tereş. 7. Secde aralıkıda iki putu rus buluş. 8. İki kolunu möğrüsünün yoki kulğunun barabarıga yerge qo'yish. 9. İki kolunu ichish. 10. Barmaklarını bir-biriga jüpleş. 11. Barmaklarının uçunu qiblaga qaratish. 12. İki secdenin o'rtasida o'ltirish. Bunun iki xil holati bor. Birinchi, al-ilqa deyiladigan bo'lib, bu iki putini tiklab tapın üstüde o'tirish holatidir. İkinci, el-iftirash deyiladigan bo'lib, bu o'ng putini tiklab sol putini yeyib o'ltirish holatidir. Birinci təşəvvütdə sol putunu yeyib onun üstündə o'ltiradi və o'ng putini tiklaydi. İkinci təşəvvütdə o'ltirishning üç xil holati bor. Birinci, o'ng put tiklanib, sol put o'ng pachoqning ostida qo'yilib, yerga so'ngichi bilan o'ltiradi. İkinci, birincisiga o'xshash, lekin o'ng put tiklanmay sol tarafda qilinadi. Üçüncü, o'ng put tiklanib, sol putni o'ng pachoq bilan o'ng putining orliqiga kirgizish. İki qo'lning 13. İki qo'lning olqinini yotining ustiga qo'yish. Ya'ni o'ng qo'l olqinini o'ng yotining, sol qo'l olqini sol yotining ustiga barmoqlar jiplangan so'zilgan holatda qo'yish. 14. Tashahhudda boshdan oxirigacha ko'rsatkich barmoq bilan ishorat qilish. 15. İki qatim salom berganda o'ng so'lga qarash. 16. Aram olish o'ltirishi. Bu zikr o'qilmaydigan qisqa o'ltirish bo'lib, birinchi va uchinchi rakatning ikkinchi sajdasidan keyin bo'ladi. Yuqorqilar jami 25 sunnat bo'lib, ular har bir rakat takrorlanadi. Farz namozlarnikini hisoblaganda jami 425 sunnat bo'ladi. Bir kecha kunduzda ado qilingan nafl namozlar yuqorida bayon qilingandek 25 rakat bo'lib, ulardagi sunnatlarning umumisi 625 bo'ladi. Har bir rakatda yuqorida qilingan harakat jihatdagi sunnatlarga rioya qilganda va bu sunnatlarni tatbiqlagan bo'ladi. Bundan başqa, musulmon kishi chashgoh va tahajjud namozlarini qancha ko'p o'qigan sari bu sunnatlarni shuncha ko'p tatbiqlay oladi. Namozda faqat bir yoki ikki qatim takrorlanadigan harakat jihatdagi sunnatlar. Birinchi, namozni boshlash takbirda ikki qo'lni ko'tarish. Ikkinchi, ikki tashahhudlik namozning 3-rakatiga turganda ikki qo'lni ko'tarish. Uchinchi, mayli birinchi tashahhud yoki ikkinchi tashahhud bo'lsin, tashahhudning boshidan oxirigacha ko'rsatkich barmoq bilan ishorat qilish. 4. İki salomda o'ng so'l tarafga qarash. 5. Aram olish o'ltirishi. Bu mayli farz yoki nafl namozlar bo'lsin, 4 rakatlik namozlarda 2 qatim takrorlanadi. Boshqa namozlarda 1 qatimla takrorlanadi. 6. So'ngichida o'ltirish. O'ng putini tiklab, so'l putini o'ng qo'lchiqning ostiga kirgizib, yerda so'ngichi bilan o'ltiradi. Bu holat ikki tashahhudlik namozning oxirgi tashahhudida qilinadi. Bu sunnatlar her namazda bir qatim takrorlanadi. Lekin tashahhudda ko'rsatkich barmoq bilan ishorat qilish bo'lsa, bomdoddan boshqa barliq farz namozlarda 2 qatim takrorlanadi. Shuningdek, aram olish erib o'ltirishimi 4 rakatlik namozlarda 2 qatim takrorlanadi. Shuning bilan bu sunnatlar jami 34 qatim ado qilingan bo'ladi. Yuqorida bayon qilingan ikkinchi va oxirgi sunnatdan boshqa harakat jihatdagi sunnatlar har qanday nafl namozda takrorlanadi. Shuning bilan bu sunnatlar jami 48 qatim ado qilingan bo'ladi. Ey mübarek kardeşim, ecrinizin katta, Allah'ın huzurundaki mertebenizin âli buluş için namazınızın kelime ve hareket cihetki sünnetler bilen zinatlaşıp duruşun. Farz namazın keyinki sünnetler. Birinci, 3 qatim istikbar etiş ve Allahümme entes salam ve minkes salam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Ey Allah, sen tinçlik bağışıksan, tinçlik fakat senden buludu, hürmet ve ululuktan ilgisinden, mübareksen deyiş. İkinci, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayte ve la mu'tiye lima menat ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddu. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yekiganidir. Onun hiçbir şiriki yoktur. Padişahlık ve hamdü sanalar onunla hastır. O her nerse kadirdir. Ey Allah, sen bergen nersege hiç kim toskulluk kılanmaydı. Sen bergen nersini hiç kim berelmeydi. Senin aldığında baylağının baylık eskatmaydı deyir. Üçüncü, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehus sena'ul hasen. La ilahe illallah ve muhlisine lehuddine ve lev kerihel kafirun. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yekiganidir. Onun hiçbir şiriki yoktur. Padişahlık
ve cimi emri sanalar onun xasdır. O her nersege qadirdir. Allah'ın yardımısız hiçbir işqa güç kudretimiz yetmeydi. Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Biz fakat Allah'a ibadet kılımız. Allah bendilerine naz nimet ata kılgıcıdır ve merhamet kılgıcıdır. En güzel mediye Allah'a xasdır. Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Kafirler yaktırmağını takdirdi mi, biz Allah'a halis ibadet kılımız. Deyiş. Müslüm toplagan. 4. Subhanallah, Allah baktır. Elhamdülillah, cimi emri sana Allah xasdır. Allahu Ekber, Allah büyüktür. Nin her birine 33 katım. Ve la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. O yekiganıdır. Onun hiç şiriki yoktur. Padişahlık ve cimi emri sanalar onun xasdır. O her nese kadirdir. Deyiş. 5. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ey Allah, seni zikir kılışımga, sana şükür kılışımga ve sana yaxşı kulçuluk kılışımga yardım kılgın. Deyiş. 6. Allahümme inni a'uzu bike minel cübni ve a'uzu bike en uradde ila erzelil umri ve a'uzu bike min fitnetid dünya ve a'uzu bike min azabil kabr. Ey Allah, sana sığınıp korkunçaklıktan panah dileymen ve gelip geçişten panah dileymen, dünyanın fitnesinden panah dileymen ve kabr azabından panah dileymen deyiş. 7. Rabbi qini azabeke yevme teb'asu tecma'u ibadik. Ey Rabbim, bendilerini kayıttırıldırdıgan gündeki azabından beni saklığın deyiş. Bera radiyallahu anhu mundaqlaydı. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin arkasında durup namaz okusak, salam bergende en avval bizlerge karşı üçün onun onu tarafı turuşunu yaxşı göretdik. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaqlap dua kılgalıkını algan edim. Rabbi qini azabeke yevme teb'asu tecma'u ibadik. Ey Rabbim, bendilerini kayıttırıldırdıgan gündeki azabından beni saklığın. Müslim rivayet kılar. 8. İhlas, Felak, Nas surelerini okuş. Bamdad ve şahnamızdan keyin bu surelerini 3 katım okuludu. 9. Ayetül Kürsi, yani Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bir Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Allah hemi şiriktir, hemin ilah kılıp durgucudur. Diyen ayetini ahirgacha okuş. 10. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. O yekiganıdır. Onun hiç kandak şiriki yoktur. Padişahlık ve cimi emri sanalar onunla xasdır. O tirildireleydi ve öldüreleydi. Hem de her nesli kadirdir degan zikrini Bamdad ve şahnamızdan keyin 10 qitim okuş. 11. Yuqorqi tasbihlarni qo'l bilan sanash. 10 qo'l bilan sanaydi degan naqlda ixtilof bo'lsa-mu, boshqa umumiy ma'noda kelgan naqllar 10 qo'l bilan sanashning durust ekaniga shohid bo'ladi. 12. Yuqorqi zikrlarni namoz o'qilgan o'rinda deyish, o'rinni o'zgartmaslik. Agar musulmon kishi har bir namozdan keyin bu sunnatlarni ado qilishga tirishsa, taxminan 55 sunnatni tadbiqlagan bo'ladi. Tadbiqlangan sunnatlarning soni Bamdad va Shomnamizda texnik ko'payib boradi. Her farz namazlardan keyin bu sunnatlarni tadbiqlashning va ahamiyat berishning foydalari. 1. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir tasbih sadiqa, her bir tekbir sadiqa, her bir hamd sadiqa, her bir tahlil sadiqa deganlik uchun musulmon kishi bir kecha kunduzdagi her bir farz namozlardan keyin bu tasbihlarni o'qisa, uningga 500 sadiqaning savobi yoziladi. İmam Navaviy mundaq degan: tasbih aytgan, takbir aytgan, hamd aytgan va tahlil aytgan kishi sadiq qilganning savobiga erishadi. 2. Musulmon kishi bir kecha kunduzdagi har bir farz namozlardan keyin bu tasbihlarni o'qisa, uningga jannatda 500 tub daraxt tikiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu kecha tikayotganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning yonidan o'tib ketib o'tib, "Ey Abu Hurayra, men seni buningdan yaxshi bir amalga boshlab qo'yaman" dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu "Bo'ladi ey Rasululloh" deganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Subhanalloh, velhamdulillah, ve la ilahe illallah, Allahu akbar. Allah barcha nuqsonlardan pokdir. Cimi hamdu sanolar Allohga xosdir. Allohdan boshqa hech bir haq iloh yo'qdir. Allah eng buyukdir" degan her bir so'zning barobarida sana jannatda bir daraxt tikiladi dedi. İbn Majah to'plagan, Albani sahih degan. 3. Her namazdan keyin Ayatul Kursini o'qigan va uni lozim tutgan kishi bilan jannatning orasini faqat o'limlar ayirib turadi. 4.
Sahih Müslim'de naql qilinganidek, kimiki yuqorqi tasbihlarni lazım tutsa, gunohlari garchi dengizining ko'pkidek ko'p bo'lsa-mu, o'chiriladi. 5. Her namazdan keyin yuqorqi tasbihlarni o'qishni davomlashtirgan kishi dunyo va oxiratda umidsiz va xor bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har bir farz namozining keyinini ergashtirib, deyiladigan tasbihlar bor bo'lib, ularni deguchi hargiz yon tortmaydi deb yuqorqi tasbihlarni zikr qilgan. Muslim to'plagan. 6. Farz namozlarda sodir bo'lgan kamchilik va yusuqlarni to'liqlaydi. Atigan ve keşif sünnetler. 1. Ayetul Kursi. Yani Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Bir Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Allah hemiş tiriktir. Hemmini idare kılıp turguçudur. Diyen ayetini ahırgaç okuş. Onun faydası kimki ayetul kursini ettigende okusa keşkçi cinden saklandı. Kimki keşte okusa ettigengiçe cinden saklandı. 2. İhlas, Felak ve Nas surelerini okuş. Bunun faydası kimki bu surelerini ettigen ve keşte 3 qatimdan okusa her qandaq narsaga yani yomonlikqa kifoya qiladi. Bu Davud at-Tirmizi to'plagan, Albani sahih degan. 3. Ettigende asbahna ve asbahal mulku lillah velhamdulillahi la ilahe illallah vahdahu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin qadir. Rabbi es'aluke hayra ma fi hadal yevmi ve hayra ma ba'dah. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم والشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Biz taatquzluq ve padişahlık Allah'a mensup bolgan aldı taatdı. Cimi hamd sanalar Allah'a xasdır. Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. O yekiganidir. Onun hiç şirki yoktur. Padişahlık ve cimi hamd sanalar onun kulu xasdır. O her nesile qadirdir. Ey Rabbim, senden bu günün ve bunundan keyinki günlerinin yaxşılığını dileymen. Sana sığınıp bu günün ve bunundan keyinki günlerinin yamanlıqından panah dileymen. Ey Rabbim, sana sığınıp uğurluqdan ve qırılıqның yamanlıqından panah dileymen. Ey Rabbim, sana sığınıp dozaq azabından ve qabr azabından panah dileymen. Digen duanı okuş. Keşte asbahna, taң atquzduq degan so'zning o'rniga amsayna, kech qildik deyiladi. Rabbi as'aluka hayra ma fi hadal yawm degan so'zning o'rniga Rabbi as'aluka hayra ma fi hadihil layla deyiladi. 4. Ettigende Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nushur. Ey Allah, senin kudretin bilen taң atquzduq, senin kudretin bilen kech qildik, senin kudretin bilen başlaymiz, senin kudretin bilen ölümüz, kıyamet günü senin dergahına qaytimiz degan duanı okuş. Keşte Allahümme bike emseyna ve bike asbahna ve bike nehya ve bike nemut ve ileykel masir. Ey Allah, senin kudretin bilen kes kıldık, senin kudretin bilen taң kıldık, senin kudretin bilen yaşayımız, senin kudretin bilen ölümüz, kıyamet günü senin dergahına uyanımız degan duanı okuş. 5. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halaktani ve ana abduk ve ana ala ahdik ve va'dike mastata'tu a'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ey Allah, sen benim Rabbimsen. Senden başka hiçbir hak ilah yoktur. Sen beni yarattın. Ben senin benden. Ben sana iman eğitiş ve itaat kılışkı ibaret vergen ahdem ve vədemde küçümün yetiştirmen. Sana sığınıp yaman kılmışlarımdan panah dileymen. Bana ata kılgan nimetlerini itiraf kılman ve günahlarımı itiraf kılman. Ey Allah, günahlarımı mağfiret kılgın. Hakikaten günahlarını senden başka hiç kim mağfiret kılamaydı degan duanı okuş. Bunun faydası hadiste kimki bu duanı keşke ihlas bilen dese ve şu kişi ölüp kesse cennet girdi. Kimki bu duanı taң atqanda ihlas bilen dese ve şu günde ölüp kesse cennet girdi deyilgan. 6. Allahümme inni asbahtu ushhiduk ve ushhidu hamalata arshik ve melaiketeke ve cemi'a halqik enneke entallahu la ilahe illa ent وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. Ey Allah, senin arşını götürüp turğuç farishtalarni, cimi farishtalarni, barliq mahluqatlarni şununğa guvoh qilgan holda taң atquzimki, sen Allah'dursan, senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen yekigandirsan, senin hiç şerikin yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin benden ve peygamberingdir degan duanı 4 qatim o'qish. Abu Davud ve Nasai to'plagan. Bunun faydası kimki bu duanı etigen ve keşte 4 qatim dese Allah o kişini dozaqdan azap qiladi. Keşte Allahümme inni emseyt. Ey Allah keş qildim deyiladi.
7. Allahümme ma asbaha bi min ni'metin ev bi ahadin min halqike fe minke vahdeke la şerike lek felekel hamdu ve lekeş şükr. Ey Allah, bana yoki bandalaringdan birasiga etdiganda ato qilingan qandaqli bir ne'mat bo'lmasin, u cho'qim seningdandir. Sen yekigandirsan, sening hech sheriking yo'qdir. Jami hamdu sanolar va shukr faqat sana xosdir. degan duoni atigan va kechda o'qish. Abu Davud va Nasoiy to'plagan. Uning foydasi: kimki bu duoni attiganda desa, shu kunlik ne'matning shukronasini ado qilgan bo'ladi. Kimki bu duoni kechda desa, shu kechilik ne'matning shukronasini ado qilgan bo'ladi. 8. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min azabil qabri, la ilaha illa ant. Ey Allah, bedenimni salomat qilgan. Ey Allah, xulqimni salomat qilgan. Ey Allah, ko'zimni salomat qilgan. Sendan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Ey Allah, kufrlik, fiqirlik va qabr azobidan sana panoh tilayman. Sendan boshqa hech bir iloh yo'qdir degan duoni 3 qatim o'qish. 9. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah menga kifoyadir. Uningdan boshqa hech bir haq iloh yo'qdir. Uningga tavakkul qildim. U buyuk arshning Rabbidir degan duoni 7 qatim o'qish. Abu Davud mavquf so'z yoki harakati sahobalarga oid bo'lgan holat to'plagan. Uning foydasi: hadisda kelgandek, kimki bu duoni atgan va kechda 7 qatim desa, Alloh u kishining dunyo va oxirat qismlariga kifoya qiladi. 10. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azmatika an ughtala min tahti. Ey Allah, seningdan dunyo va oxiratda afv va salomatchilikni tilayman. Ey Allah, dinimda, dunyoligimda, oilamda va pul-molimda afv qilishingni va salomat qilishingni tilayman. Ey Allah, ayiblarimni yopqin, qo'rqinchlarimni xotirjamlik aylantirib bergin. Ey Allah, meni oldimdan, keynimdan, o'ng tarafimdan, so'l tarafimdan, ust tarafimdan qo'rg'in. Sening ulug'lig'ingga sig'inib, ko'z ko'rinmas balo qazoga uchrashimdan panoh tilayman degan duoni o'qish. 11. Allahumma alimal g'aybi va shahadati fatiras samawati wal ardi rabb kulli shay'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Ey yoshurun va oshkora min bilguchi, osmon zaminni yaratquchi va har shayning Rabbi ham podshohi Alloh, guvohlik beramanki, sendan boshqa hech bir haq iloh yo'qdir. Nafsimning yomonligidan, shaytonning yomonligidan va uning meni sherik tushirib qo'yishidan o'zimga yoki biror musulmonga foydali qilib qo'yish, yomonlik qilib qo'yishimdan sana sig'inib panoh tilayman degan duoni o'qish. Tirmiziy va Abu Davud to'plagan. 12. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi va la fis samaa'i va huwas samiul alim. Nomini atagan kishiga osmon va zaminda hech bir shay ziyon yetkazolmaydigan Allohning nomi bilan boshlayman. Allah hammani anglab va ko'rib turuvchidir degan duoni 3 qatim o'qish. Uning foydasi: hadisda kelganidek, kimki bu duoni atgan va kechda 3 qatim o'qisa, uningga hech bir shay ziyon yetkazolmaydi. Abu Davud va Tirmiziy to'plagan. 13. Raditu billahi rabban va bil islami dinan va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohning Rabbim, islomning dinim va Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarim ekanligiga rozi bo'ldim degan duoni 3 qatim o'qish. Uning foydasi: hadisda kelganidek, kimki bu duoni atgan va kechda 3 qatim desa, qiyomat kuni u kishini rozi qilish Allohning ustiga bo'ladi. 14. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih lana aslih li sha'ni kullah va la takilni ila nafsi tarafata ayn. Ey abadiy hayot, hammani idora qiluvchi Alloh, sening rahmatingga sig'inaman. Mening hamma ishimni yaxshilab bergin va meni ko'zni yumib ochishlik vaqtni o'zingga tashlab qo'ymagin degan duoni o'qish. 15. Asbahna ala fitratil islam
وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Biz İslam tabiiyeti, ihlas kelimesi, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin dini ve atımız İbrahim aleyhisselam'ın milleti üstüne tanıtıldık. İbrahim aleyhisselam aklındaydı, Müslüman idi ve müşriklerden emesiydi. Diyen duanı okuş. İmam Ahmet toplagan. 16. Subhanallahi ve bihamdih. Allah'ını pak deb e'tiqod qilaman ve mediylayman. Bunun faydası. Kimki bu duanı ettigen ve keşte 100 qatim dese, kıyamet günü hiç kim onunkinden afzal savab erişemaydi. Fakat şununla okşaş degen yoki onundan aşırıp degen kişiler ununkidek yoki onunkinden afzalroq savab erişelaydi. Onun yana bir faydası, dengiz köpkedek köp günahı bolsunun kechiriladi. 17. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yekkiganıdır. Onun şiriki yoktur. Padişahlık ve cimi emri sana onun xastır. O her nesi kadirdir. Ne ettigende 100 qatim deyiş. Buxari ve Müslim toplagan. Bunun faydası, kimki onu bir gün 100 qatim dese, 10 qul azat qılğanğa beraber buladı. Onunğa 100 yaxşılıq yazıldı. Onundan 100 yamanlıq öçürüldü. Bu şu günü keçkirgiçe o kişi üçün şeytandan kalkan buladı. 18. Estağfurullah ve atubu ileyh. Allah'tan mağfiret dileymen ve onunla tövbe kılımen degen zikirine gün 100 qatim okuş. Buxari ve Müslim toplagan. 19. Allahümme inni es'aluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbela. Ey Allah, ben senden menfaatli ilim, pak rızık ve kubul kılınılan emel sorayman degen zikirni ettigende okuş. Bir Mace toplagan. 20. Subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve medade kelimatih. Allah'ını məxluqlarının sani, özünün rızası, erşinin vezni ve kelimelerinin siyasi miqdarı isçe, hem de eğitiş bilen barış noksallardan pak deb etiqad qılıman. Yani zikrini 3 qatim okuş. Müslim toplagan. 21. A'udhu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaq. Allah Taala'nın noksansız mükemmel sözleri Kur'an'a sığınıp Allah Taala'nın məxluqlarının yamanlığından panah dilemen degan zikrini keçib 3 qatim okuş. Müslüman kişi bu zikirlerden birini ise bir sünnetini ada kılgan buludu. Texmi köp sünnetini tatbiqlab köprek ecek eriş üçün ettigen ve keçtik zikirlerini özüge tatbiqlaşı lazım buludu. Müslüman kişi bu zikirlerini ihlas, cezmiyet ve rastçılık bilen deyişi, şundakla ayet reallıqıga, ahlakıga ve iş faaliyetlerine təsir gösteriş üçün bunun ma'nilerini düşünüş lazım. Kişiler bilen uçraşkandaki sünnetler. 1. Salam kılış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den İslamda qaysi amel yaxşı deb soralganda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kembag'allarga taom berish, to'nigan kishilarga salom berish deb javob bergan. Buxoriy ve Müslim toplagan. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin oldiga kelib, "Assalomu alaykum" degan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun salom qaytirdi. Ondan o adam o'ltirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Onu yaxshilik" dedi. Yana bir kishi kelib, "Assalomu alaykum ve rahmetullah" degan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun salom qaytirdi. Ondan o adam o'ltirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "20 yaxshilik" dedi. Ondan yana bir adam kelib, "Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh" degan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salom qaytirdi. Ondan o adam o'ltirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 30 yaxshilik dedi. Abu Davud toplagan, Tirmizi Hasan degan, Albani sahih degan. Ey qarindishim, Allah sizni himoya qilsin. Siz o'zingizga 30 yaxshilikni qo'lga keltirishga sabab bo'lgan mukammal salomni qilmasdan, salomning bir qismi bilan kifoyalanib qanchilgan ajrdan qo'rqib qoldingizda, bir yaxshilikqa eng ozganda 10 savob beriladi. Demak, to'liq salom jami 300 savob bo'ladi. Ba'zi bir savob aslinib nurg'un savoblarga ko'payadi. Ey qadrli qarindishim, katta ajrga erishish uchun tilingizni assalom degan so'zdan va barakatuh degan so'zga to'liq qo'shib Müslüman kişi bir kecha kunida nurg'un qatim salom qiladi. Masalan, masjid, uyga kirib chiqqanda salom qiladi. Ey qarindishim, bir odam biror kishidan ayrilmoqchi bo'lganda mukammal, to'liq salom qilib ayrilishning sunnatiga unutib qolmang. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan naql qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Sizlardan biroringlar biror so'ringa borsa salom qilsin.
u sorundan turib ketmoqchi bo'lsa salom qilsin. Avvalgi salom savob jihatdan, keyingi salomdan ortiq emas. Musulmon kishi masjid va uyga kirib chiqqanda salomni lozim tutsa, u salomning umumiy qitim soni 20 qitimda oz bo'lmaydi. Ba'zida xizmatga mangan, boshqalar bilan yo'lda ko'rishib qolgan va telefonda so'zlashgan vaqtlarni qo'shsak, undan ko'p bo'ladi. Ikkinchi, tabassum qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Sen kichkina bir yaxshilikni oddiy ko'rma. Hattoki qarindishingga illiq chiroy bilan uchrashganingmi, tuvan chog'lig'i bo'lmaydigan yaxshilikdir." Muslim to'plagan. Uchinchi, qo'l elishib ko'rishish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Ikki musulmon uchrashganda qo'l elishib salomlashsa, ular ayrilishdan burun gunohlari kechiriladi." Navaviy rahimahulloh mundoq degan: "Sen har qatim boshqalar bilan uchrashganda qo'l elishib ko'rishning mustahabligini bilgin. Hurmatli qarindishim, kulimsiragan va tabassum qilgan holatda qo'l elishib turib salomlashga erishgan bo'ling. Shu orqali birli vaqtda 3 sunnatni tatbiqlagan bo'lasiz." To'rtinchi, Alloh taolo mundoq deydi: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Bendilerimge aytganki, ular yaxshi so'zlarni qilsin. Shubhisizki, shayton ularning orasida fitna qo'zg'aydi. Shayton insonga haqiqatan oshkora dushmandir. Sura Bani Isroil 53-oyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Yaxshi so'z qilishning o'zimi bir sadiqa. Yaxshi so'z, zikr, duo, salom, aqliq bo'lgan muhtoj, go'zal adab axloq va chiroyli ish-harakatlarni o'z ichiga oladi. Yaxshi so'z insonga nisbatan sehrning rolini o'ynaydi. Kishining ko'ngliga rohat bag'ishlaydi, qalbga xotirjamlik ato qiladi. Yaxshi so'z mo'minning qalbiga nur, hidoyat va aql farosatni isbotlaydi." Ey hurmatli qarindishim, atdigandan kechgacha bo'lgan butun kunlik hayotingizni yaxshi so'zlar bilan o'tkazishni o'ylab vaqtingizmi? Masalan, ayolingiz, bolalaringiz, qo'shnilaringiz, do'stlaringiz, xizmatchilaringiz va hojitingiz sababli muomala qilishgan barliq kishilarga yaxshi so'z qilish orqali hayot kechirishni o'ylashib vaqtingizmi? Tamoq yegan vaqtdagi sunnatlar. Tamoq yeyishdan burunqi va tamoq oraliqdagi sunnatlar. Birinchi, bismillah deyish. Ikkinchi, o'ng qo'lda yeyish. Uchinchi, o'zining oldidan yeyish. Bu sunnatlar tövəndiki hadisda jamlangan. "Ey bola, bismillah deb o'ng qo'ling bilan o'zingning oldidan yegin." Buxoriy va Muslim to'plagan. To'rtinchi, tomoq tushib ketsa tozalab o'tib yeyish. Hadisda mundoq kelgan: "Agar biringlarning qo'lidan tomoq parchasi yerga tushib ketsa, terib pokizlagandan keyin yevassun." Muslim to'plagan. 5. 3 barmoq bilan yeyish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tomoqni 3 barmoq bilan yeydi. Muslim to'plagan. Mana bu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tomoq yegandagi ko'pincha holati bo'lib, tomoqni bundoq yeyish bo'lsa, bundoq yemaslik o'zsiz bo'lib qolgan vaqtlardan boshqa vaqtlarda afzal. 6. Tomoq yegandagi o'ltirish holatlari. Bir xil holati yukinib o'tirish, yana bir xil holati o'ng putini tiklab, so'l putida o'ltirish bo'lib, Hafiz ibn Hajar Fathul Bari nomli kitobida bu xil o'ltirishni mustahab degan. Tomoqdan keyingi sunnatlar. 1. Tomoq qochisi va barmoqlarini yalab o'tish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tomoqdan keyin barmoqlarini va tomoq qochisini yalab o'tishni buyurdi va barakatning tomoqlarning qaysi ekanligini bilmaysizlar deydi. Muslim to'plagan. 2. Tomoqdan keyin Allohga hamd aytish. Yemekliklarni yeb bo'lgandan keyin Allohga hamd aytgan bandasidan Alloh haqiqatan rozi bo'ladi. Muslim to'plagan. Alhamdulillahillazi at'amani hada va razaqanihi min g'ayri hawlin minni va la quwwa. degan duoni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning taomidan keyingi duolaridan edi. Tarjimasi: chora tadbir va kuch-quvvatsiz mana bu taomni rizq qilib bergan Allohga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Bu duoning foydasi: uning ilgirki gunohlari kechirim qilinadi. Ko'pincha kishilarni bir kecha kunduzda 3 vaqt tomoq yeydi deb qarasak, musulmon kishi tomoq yegandagi sunnatlarni tatbiqlashga erishgan bo'lsa, ado qiladigan sunnatlar jami 15 sunnat bo'ladi. Ba'zi 3 vaqt tomoqning oraliqida yana boshqa yengil tomoqlarni yegan bo'lsa, tatbiqlangan bu sunnatlarning soni texnik ko'p bo'ladi. İçimlik içken çağdaki sünnetler. 1. Bismillah deyish. 2. o'ng qo'lida ichish. Hadisda mundoq kelgan: "Ey bola, bismillah deb o'ng qo'ling bilan yegin." Buxoriy va Muslim to'plagan. 3. İchganda qoch sirtiga 3 qatim tinib ichish. Ya'ni bir qatimda ichib etmay, 3 tiniq bilan ichish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam suvni 3 tiniqda ichatdi. Buxoriy va Muslim to'plagan. 4. O'ltirib ichish. Sizlardan hech kim o'rtirib suv ichmasin. Muslim to'plagan.
Beshinchi, ichib bo'lganda alhamdulillah deyish. Yemekliklarni yeb bo'lgandan keyin Allohga hamd aytgan va ichimliklarni ichib bo'lgandan keyin Allohga hamd aytgan bandasidan Alloh rozi bo'ladi. Buxoriy va Muslim to'plagan. Musulmon kishi bir narsa ichganda tatbiq qilish lozim bo'lgan sunnatlar 20 dan oz emas. Ba'zida uningdan ko'p bo'ladi. Bu issiq-sovuq ichimliklarning hammasini o'z ichiga oladi. Chunki ba'zi kishilar ichimliklarni ichganda bu sunnatlarning ba'zisini tatbiqlashga sal qaratadi. Buningga ogoh bo'lish kerak. Nafl namozlarni uyda ado qilish. Birinchi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Farz namozdan boshqa eng afzal namoz uyda o'qiladigan namozdir." Ikkinchi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Bir odamning maxfiy o'qigan nafl namozi oshkora o'qigan namozning 25 yassiga barobar." Uchinchi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Bir odamning o'z uyida o'qigan namozining insonlar ko'radigan joyda o'qigan namozga qaragandagi fazilati bo'lsa, farz namozlarning boshqa namozlarga qaragandagi fazilatiga o'xshaydi." Tabarani to'plagan, Albani Hasan degan. Shunlashqa bu sunnat bir kecha kunduzda bir qancha qatim takrorlanadi. Masalan, tartiblangan sunnatlarda, chashka va vitr namozlarida. Musulmon kishi farz namozdan boshqa namozni uyda o'qishi lozim. Lazım tutsa ecri texim katta bo'ladi. Hamda sunnatga ergashgan bo'ladi. Nafl namozlarni uyda ado qilishning foydalari. Birinchi, shu va ixlosning to'liq bo'lishiga va riyodan yiroq bo'lishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi, uyga rahmatning tushishi va uydan shaytonning chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Uchinchi, farz namozning ajrining masjidlarda aslab ko'payganiga o'xshash, nafl namozning ajrining aslab ko'payishiga sabab bo'ladi. Sorundan tarqalgandaki sünnetler. Sorunda ötküzüp olgan hatalıklara kefaret bulurgan mono duanı deyiş. Yani Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfirüke ve etubu ileyk. Ey Allah, ben seni paktep itikad kılımen ve sana emde etmen. Senden başka hiçbir hak ilahlıkın yoksuğa guvahlık veremen. Senden mağfiret dileymen ve sana tövbe kılımen deyiş. Abu Davud, Tirmizi ve Nasai toplagan. Albani ve Şuayb Arnaud sahih degan. Musulmon kishi bir kecha kunduzda ko'plagan so'rovlarda o'ltirdi. Tövende bularni sizga tafsiliy bayon qilib beramiz. Birinchi, uch vaqt tomoq yeyish jarayonida ko'pincha hollarda birga o'tirgan kishilar bilan paranglashib qolasiz. Ikkinchi, do'stlaringiz yoki qo'lin qo'shnilaringiz bilan ko'rishganda ular bilan o'tirib bo'lsa paranglashib qolasiz. Uchinchi, xizmat doiringizda yoki o'quv o'rinlaringizda saboqlashlaringiz yoki hamrohlaringiz bilan o'tirganda ular bilan paranglashib qolasiz. To'rtinchi, ahli bolalaringiz bilan o'tirganda ular bilan paranglashib qolasiz. Beshinchi, yo'lda mashinalik minish jarayonida sizga hamroh bo'lgan ayolingiz yoki do'stingiz bilan paranglashib qolasiz. Oltinchi, dars yoki leksiyaga ishtirok qilganingizda boshqalar bilan paranglashib qolasiz. Ey musulmon qarindishim, nazar siling, Alloh sizni himoya qilsin. Siz mushu zikrni bir kecha kunduzda qancha qatimlab desangiz, doim Allohga bog'lanib tura olasiz. Subhanaka Allohumma va bihamdik deganingizda Rabbingizga qancha qatimlab hamd sanolar aytib oldingiz. Hamda Rabbingizning ulug'ligiga loyiq bo'lmagan narsalardan Rabbingizni paklab oldingiz. Bir kecha kunduzda astagfiruka va atubu ilayk deganingizda qancha qatimlab ashu so'rovlarda sizdan sodir bo'lgan gunohlaringizga tavba istig'for aytib oldingiz. Siz ashhadu an la ilaha illa ant deganingizda qancha qatimlab Alloh subhanahu va taoloning yakkiganligi hamda rububiyat, ulug'iyat va go'zal ism sifatlardan tangdassiz yakkiganligini iqror qildingiz. Shundalar bir kecha kunduzgi uzun vaqtingiz Alloh taoloni yakkigani bilish, Allohni poklash, Allohdan mag'firat talab qilish va sizdan sodir bo'lgan gunohlarga tavba qilish bilan o'tgan bo'ladi. Bu sunnatni tatbiqlashning foydasi o'ltirgan so'rinda sodir bo'lgan gunoh va xatoliklarga kafforat bo'ladi. Uxlashdan ilgari sunnatlar. Birinchi, Bismika Allohumma amut va ahya deyish. Ikkinchi, ikki halqonni birlashtirib turib, sura Ixlos, sura Falaq va sura Naslarni o'qib, halqonga yurib, ondan ikki halqon bilan beshiga, yuziga va badanning oldi tarafidan boshlab qo'li yetgan yerga siylash va buni 3 qatim qilish. Uchinchi, Ayatul Kursi, ya'ni Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Bir Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Alloh hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir degan oyatni oxirigacha o'qish. Buxoriy to'plagan. Bu oyatni o'qishning foydasi, kimki bu oyatni o'qisa, Alloh tarafdan bir himoya qiluvchi farishta u kishi bilan hamisha birga bo'ladi. U kishiga shayton yiqilisha olmaydi. To'rtinchi, Bismika Robbi wada'tu jambi va bika arfa'uhu va in amsakta nafsi farhamha va in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas solihin. Ey Rabbim,
ismingni zikr qilib turib yenimni qo'ydim. Ismingni zikr qilib turib o'rnimdan turaman. Agar jinimni olsang, uningga rahim qilgin. Agar meni hayot qoldirsang, yaxshi bandalaringni qanday himoya qilsang, uning shunday himoya qilgin degan duoni o'qish. Buxoriy va Muslim to'plagan. 5. Allahumma innaka xalaqtu nafsi va anta tawaffaha laka mamatuha va mahyaha in ahyaytaha fahfazha va in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ey Allah, jinimni sen yarattın, sen vafat qıldırırsan. Onun hayat mamatlıqı senin ilkingizdir. Agar uni hayat qo'ysang, uni himoya qilgin. Agar vafot qildirsang, uni mag'firat qilgin. Ey Allah, sendan salomatlikni so'rayman degan duoni o'qish. Muslim to'plagan. 6. O'ng qo'lni mangzining ostiga qo'yib, Allohumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Ey Allah, sen bandalaringni tirildiradigan kundagi azobdan meni saqlagin degan duoni 3 qatim deyish. Abu Davud Tirmizi to'plagan. 7. Subhanallah ne 33 qatim, Elhamdülillah ne 33 qatim, Allahu Ekber ne 34 qatim deyish. 8. Elhamdülillahillazi at'amana ve saqana ve kafana ve afana ve avana ve kem mimmen la kafiye lehu ve mevla mu'viye ve la mu'vi. Cemi hamdu sanalar bizni taamlandırgan, bizni suğargan, ihtiyacımızı qandırgan ve bizge joy bergen Allah'a xosdir. Nurg'un kishilar borki, ularning ehtiyojini qamdovchisi va joy bergisi yo'qdir degan duoni o'qish. Muslim to'plagan. 9. Allahumma alimel g'aybi ve shahada, fatiras samawati vel ard, rabbi kulli şeyin ve melike ve eşhedü en la ilahe illa ent. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. İyi yoşurun ve aşkar emmin bilgiçi, asman zeminini yaratqıcı ve her şeyinin Rabbi, hem padişahı Allah. Guahlık birimen ki, senden başka hiçbir hak ilah yoktur. Nefsinin yamanlıqıdın, şeytanın yamanlıqıdın ve onun beni şerik düşürüp koyuşudun. Üzümge ya ki birer musulman yamanlık kılıp koyuşumdan sana sığınıp bana fileymen diyen duanı okuş. Ebu Davud toplagan. 10. Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve fevveltu emri ileyk ve veccehtu vecihi ileyk ve elce'tu zahri ileyk ve ragbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la menca minke illa ileyk amentu bi kitabikellezi enzelte ve bi nebiyyikellezi erselt. Ey Allah, özümni sana tapşırdım. İşlerimni sana havale qildim. Sen tarafga yuzlandim. Sening rahmatingga qiziqib, azobingdan qo'rqib sana tayandim. Azobingdan faqat sen tarafga yuzlangandila nijot topqili bo'ladi. Sening nozil qilgan kitobingga va payg'ambaringga iymon keltirdim degan duoni o'qish. Buxoriy va Muslim to'plagan. 11. Allahumma rabbis semavati sab'i ve rabbil arshil azim. Rabbena rabbe kulli şey. فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي أن الدين وأغننا من الفقر. Ey yetti qat asmanlarning va buyuk erishning Rabbi, bizning va barliq shay'larning Rabbi, don va urug'larni buxlandirguvchi, Tavrat, Injil va Qur'onni nozil qilguvchi Allah. Sana sig'inib barliq narsalarning yomonligidan panoh tilayman. Ularning ko'kolisi sening qo'lingdadir. Ey Allah, sen avvalsan, sendan ilgari hech biri bo'lmagan. Sen oxirsan, sendan keyin hech biri yo'qdir. Sen oshkorisan, ya'ni mavjudlikning dalil faktlar bilan aql egallariga oshkoridir. Seningdek oshkori biri yo'q. Sen maxfiysan, ya'ni seni ko'z bilan ko'rgil bo'lmaydi. Sening zotingning mohiyatini tanishga aqlga yetilmaydi. Seningdek maxfiy biri yo'q. Bizni qarzdan xalos qilgan, nomratlikdan qutuldirgan degan oyatni o'qish. Muslim to'plagan. 12. Sura Baqaraning Amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi vel mu'minun. Peygamber Parvardigori tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mo'minlarga iymon keltirdi. Den başlap oxirgi 2 oyatni o'qish.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundaq degan. Kechida Sura Baqaraning oxirgi 2 oyatini o'qigan kishiga shu kechida bu 2 oyat kifoya qiladi. Buxoriy va Muslim to'plagan. Hadisga kifoya qiladi degan so'zning ma'nosi haqida olimlar o'xshagan qarashlarni o'tirib qo'ygan bo'lib, ba'zilar bu 2 oyat u kishining kechilik qiyomiga kifoya qiladi deb qarasa, yana ba'zilar bu 2 oyat u kishiga barliq yomonliklardan va yomon ko'riladigan ishlardan kifoya qiladi deb qaragan. İmam Navaviy Al-Azkar nomli kitobida bundaq deydi. Men deymanki, har ikkala ma'noni ifodalaydi desakmi durust bo'ladi. 13. Tahorat bilan yetish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundaq degan: "Uxlash uchun yatmoqchi bo'lganingda namozga tahorat olgandek tahorat olgan." Buxoriy va Muslim to'plagan. 14. O'ng yenini besib yetish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundaq degan: "Ondan o'ng tarafingni besib yotqin." Buxoriy va Muslim to'plagan. 15. O'ng qo'lini o'ng mag'zining ostiga qo'yib uxlash. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uxlamoqchi bo'lsa, o'ng qo'lining olqinini mag'zining ostiga qo'yatdi. 16. Ko'rpini qiqitish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundaq degan: "Biringlar uxlash uchun ko'rpisi kelganda uni qiqitsin. Chunki u kishi o'zidan keyin bu ko'rpiga nimalarning kelganligini bilmaydi." Buxoriy va Muslim to'plagan. 17. Kafirun surasini o'qish. Uning foydasi shubhisizki Kafirun surasi shirkdan ado judo bo'lishdir. Abu Davud, Tirmizi va Ahmad to'plagan. Albani sahih degan. Navaviy mundaq deydi: "Har bir kishining mushu bobda so'zlangan sunnatlarning hammasini ado qilishi to'lim fazilatli bir ishdir. Agar imkoniyat bo'lmasa, o'zi qodir bo'la olgancha muhimlarni ado qilsin." Odatda ko'plagan kishilar bir kecha kunduzda 2 qatim uxlaydi. Bu vaqtda bu sunnatlarning hammasini yoki ba'zini 2 qatimdan tatbiqlaydi. Chunki bu sunnatlar kechilik uyquga xos bo'lmasdan balki kunduzlik uyqularni ham o'z ichiga oladi. Demak, bu vaqtdagi hadislar har qanday vaqtdagi uyquga o'rtaq kelgan. Uxlaganda bu sunnatlarni tatbiqlashning foydalari. 1. Uxlash oldidagi bu tasbihlarga rioya qilgan kishiga 100 sadiqaning savobi yoziladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundaq degan: "Har bir tasbih subhanalloh sadiqa, har bir takbir Allohu akbar sadiqa, har bir hamd alhamdulillah sadiqa va har bir tahlil la ilaha illalloh sadiqadir." Muslim to'plagan. Navaviy bundaq degan: "Uxlash oldida aytilgan tasbihlarga sadiqaning savobi beriladi." 2. Namozdan keyingi zikrlarning foydalari haqida Ibn Majah to'plagan hadisga asosan, uxlash oldidagi bu tasbihlarga rioya qilgan kishiga jannatda 100 tut daraxt tikiladi. 3. Allah u bandini himoya qiladi. Shu kechada shayton u kishidan yiroq bo'ladi hamda barliq yomonlik va ofatlardan salomat bo'ladi. 4. Uxlash oldidagi bu tasbihlarga rioya qilgan banda o'zining har bir kunini Allohni zikr qilish, Allohga itoat qilish, Allohga tavakkul qilish, Allohdan yordam so'rash va Allohni yakkagona bilish bilan oxirlashtiradi. Bismillahirrohmanirrohim. Bir kechadagi sunnat. Har qanday amalda solih niyatni hozirlash. Ey musulmon qarindishim, Alloh sizni himoya qilsin. Siz shug'ullanayotgan uxlash, yeyish, ichish va rizq talab qilish o'xshash muboh ishlaringizning hammasini o'rinlagan vaqtingizda Allohga yiqilishni niyat qilish sharti bilan shu muboh amallarni ibodatga va Allohga yaqinlashtiradigan amalga aylantira olasiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundaq degan: "Barliq amallar faqat niyatga bog'liqdir. Har qanday inson faqat niyat qilgan narsaga erishadi." Buxoriy va Muslim to'plagan. Masalan, musulmon kishi kechilik namozga yoki bomdod namoziga uyg'onish uchun baldir uxlasa, u kishining uyqusi ibodat bo'ladi. Qolgan durust ishlarmi shunga o'xshash. Bir vaqtda ko'p ibodatlarni g'animat bilish. Faqat vaqtiga ahamiyat beradigan kishilarla bir vaqtda birdan ko'p ibodat qilish kursini tanlay oladi. Realligimizda buning turli tatbiqlanishi bor. 1. Musulmon kishi piyoda yoki mashinalik masjidga borsa, haqiqatan bu o'z doirasida ibodat hisoblanib, musulmon buning qarda ajriga erishadi. Lekin mushu vaqtdan foydalanib, yana Allohni ko'p zikr qilib olish va Qur'on o'qish imkoniyat topa oladi. Mana bu bir vaqtda ko'p ibodatni g'animat bilganlik bo'ladi. 2. Musulmon kishi gunoh ishlardan xoli bo'lgan to'y marosimiga borsa, bu marosimga qatnashishi ibodat. Lekin mushu vaqtdan foydalanib, bu marosimda Alloh tarafiga da'vat qilishi yoki Allohni ko'p zikr qilishi ham mumkin. Har vaqt Allohni zikr qilish. 1. Allohni zikr qilish Allohga ibodat qilishning asosi. Chunki u har qanday vaqt
ve ahvallarda bende bilen yaratılışını bağlap durdu. Ayşe radıyallahu anha mundaq degan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her qandaq vaqtda Allah'ını zikr qılatdi. Müslüm toplagan. Allah'a bağlanış, hayatlık, Allah'a iliniş, icatlık, Allah'a yaklaşış, kutup kazanış ve razımellik, Allah'ta yiraklaşış, azgınlık ve ziyankarlıktır. İkinci, Allah'ını zikr qilish müminler bilen münafıklar arasında fasıldır. Demek, münafıkların sıfatı bolsa, ular Allah'ını azgın zikr qılıdı. Üçüncü, Allah'ını zikr qilishdan gaflatda qolgan vaqtda şeytan insanı mağlup qılıdı. Allah'ını zikr qilish insanı şeytanın hiyla-mekirdan saqlaydigan mustahkam qo'rg'ondir. İnsanın Allah'ını zikr qilishni unutib qilishni şeytan yaxshi ko'radi. Dördüncü, zikr ve saadetning yo'li. Allah Teala mundaq deydi: "Ellezine amenu ve tatma'innu qulubuhum bi zikrillahi, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Tavba qilganlar, iman etganlar bo'lib, ularning dillari Allohni yod etish bilan aram topadi. Bilinglarki, dillar Allohni yod etish bilan aram topadi. Ra'd 28-oyat. 5. Daim Allohni zikr qilib turish lozim. Chunki jannat ahli dunyoda o'zlarining Allohni zikr qilmay o'tib ketgan vaqtidan boshqa hech qanday bir ishga pushaymon qilmaydi. Chunki jannat ahli dunyoda o'zlarining Allohni zikr qilmay o'tib ketgan vaqtidan boshqa vaqtiga pushaymon qilmaydi. Allohni zikr qilib turish bandini Allohga doim bog'lab turadi. Navaviy mundaq degan: tahoratsiz, junub, hayzlar, nifoslar kishilarning tili va qalbi bilan Allohni zikr qilishning durustligiga olimlar birlashib keldi. Bu zikrlar tasbih, hamda takbir va tahlil aytish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam durud yo'llash va duo qilishdir. Ammo Qur'on tilovat qilish bo'lmaydi. 6. Kimki Rabbi Allah azze ve celle'ni eslese, Rabbimi onu eslaydi. Allah Teala mundaq deydi: "Fezkuruni azkurukum veşkuruli ve la tekfurun." Meni taat ibadet bilan yod etinglar. Meni yod etsanlar, men sizlarga savab berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman. Menga shukr qilinglar, noshukirlik qilmanglar. Sura Baqara 152-oyat. Biror podshoh o'z so'rinida biror kishining qutulg'i ilib maqtaganligi, u kishining xulqiga yetsa, u intayin xush bo'lib ketgan yerda. Undaqda podshohlarning podshohi bo'lgan Alloh taolo u kishining jamoatlarining eng yaxshisini ish qilib olsa, ahvol qanday bo'ladi? 7. Allohni zikr qilish. Qalb Allohni ulug'lash va itoat qilishning g'ofil holatda bir yoki bir qanchilgan so'zlarni aytib qo'yishlar emas. Haqiqatan zikr til bilan bo'ladi. Lekin tilida aytish bilan bir vaqtda so'zlarning ma'nosini ustida fikr qilish va shu so'zdan tahlil qilish kerak. Alloh taolo mundaq deydi: "Vazkur robbaka fi nafsika tadarruan va xifyatan va dunal jahri minal qawli bil ghuduwi val asal va la takun minal ghafilin." Parvardigoringni yilingan va uningdan qo'rqqan holda ichingda yod etgin. Atdiganda oqshomda uni past ovoz zikr qilgan, g'ofillardan bo'lmagin. Sura A'rof 205-oyat. Zikr qilguvchi o'zi aytayotgan zikrning ma'nosini tushunishi lozim. Shunday bo'lganda qalbning zikri bilan tilning zikri birlashib, inson o'zining Rabbiga oshkora va yo'shin holatlarni bog'lana oladi. Allohning ne'matlari ustida tafakkur qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Allohning ne'matlari ustida tafakkur qilinglar. Allah haqida tafakkur qilmanglar." Allohning o'ziga ato qilgan ne'matini his qilish musulmon kishi bir kecha kunduzda bir qancha qatim takrorlaydigan ishlardandir. Musulmon kishi bir kecha kunduzda nurg'un o'rin va manzillarni ko'rib va anglab turadigan bo'lib, musulmon kishi o'zi manfaatini turayotgan mushu ne'matlarga qarata o'ylanishi, fikr yurgizishi va Allohga hamd aytib turishi lozim. 1. Masjidga borgan vaqtingizda Allohning sizga ato qilgan ne'matini his qildingizmi? Atrofingizdagilar bu ne'matdan qanday mahrum qoldi? Bo'libmi bomdod namoziga mang'aningizda musulmonlarning uylari qarasangiz, ularning xuddi uyliklardek savatqaligini uchirsiz. 2. Yo'lda meng'atib turli manzillarni ko'rgan vaqtingizda Allohning sizga ato qilgan ne'matini his qildingizmi? Mana shu chog'da bir mashina hodisi yuz berdi. U mashinadan shaytonning ovozi, ya'ni naqsh musiqa anglanib turadi. 3. Ocharchilik, dengiz toshqini, kasallarning tarqalishi, turli hodisalar, yer tevrash, jang va surgun qilinishni iborat dunyo xabarlarini o'qigan yoki anglagan vaqtingizda Allohning sizga ato qilgan ne'matini his qildingizmi? Men aytamanki, haqqqa muvofiq qilingan bandaning qalbi va his tuyg'ularidan Allohning o'ziga ato qilgan har qanday ko'rinishdagi ne'matni his qilishi hargiz yo'qolib ketmaydi. Ondan u banda doim din, salomatchilik, kengirchilik va yomonliklardan xotirjam bo'lish, qatorliq o'zi ne'matlayotgan barliq ne'matlarda Allohga hamd aytish, ko'p shukr qilish va Allohni madhiyash ichida bo'ladi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: kimki baloga yo'liqqan bir kishini ko'rganda, alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bih va faddalani ala kaseerin mimman xalaqa tafdila desa, bu kishi bu balodan saqlanib qoladi. Tirmiziy to'plagan, Albani Hasan degan. Her ayda Kur'an'ı bir katın tamamlaş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Kur'an'ı ayda bir katın ötkizgin. Her ayda Kur'an-ı Kerimni tamam qilishning yo'li mundaq. Her bir varaq farz namozdan ilgari yoki keyin 2 varaq. Her bir vaqt farz namozdan ilgari yoki keyin 2 varaq, ya'ni 4 bet Kur'an o'qishingiz uchun farz namozga taxminan 10 minut qoldirib keling. Shuning bilan bir kunda jami 10 varaq, ya'ni 21, ya'ni to'liq bir par o'qisizda shu orqali Qur'on Karimni har oyda bir qatim nihoyat oson tamom qila olasiz. Xotime: yuqorqilar ado qilish to'lim oson bo'lgan kundalik sunnatlarning huzurlanmasidir. Alloh subhanahu va taolodan bizni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnati ustida yashashini va shu sunnat ustida vafot qilishni so'raymiz. Va oxir da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.